insultlarga tashxis qo'yish qismiga yetib keldik, ya'ni diagnoz qo'yish qismiga. O'tgangi darsimizda gaplashib o'tganimizdek, insultlarning klinik belgilari, xoh u gemorragik bo'lsin, xoh ishemik insult bo'lsin, klinik belgisi bir xil bo'lishligi mumkin. Demak, biz bemorni ko'rgan vaqtimizda, unga insult shubhasi bilan qaragan vaqtimizda qilinadigan tekshiruvlar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchisi kompyuter tomografiyasi, ikkinchisi kompyuter tomografiyasini kontrastli turi, bu kontrastsiz, bu kontrastli, ya'ni angiografiya turi. Keyingisi MRT qilsak bo'ladi va angiogramma qilishimiz ham mumkin. Ya'ni qon tomirida invaziv yo'l bilan kirib, qon tomirlarida ichini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni MRT bilan, kompyuter tomografiyasi bilan MRT bizga to'qimani zichligiga qarab baho beradi. Ya'ni giperechogen yoki gipoechogen bo'lishligi mumkin. Hop, gemorragik insultda yaltiroq oq bo'ladi, ya'ni giperechogen bo'ladi. Ishemik insultda qora o'choqlar hosil bo'lishligi bilan namoyon bo'ladi. Demak, kompyuter tomografiyasi, angiografiyasi va angiogramma bizga anevrizmalar bormi yoki qon tomirlar yorilishlari bormi, shularni ham ko'rib berish vazifasini bajaradi. Ya'ni bular yaxshiroq usul hisoblanadi. Demak, qo'shimcha tekshiruv usullari umumiy qon tahlili, bioximik tahlillar, immunoachtiva, ya'ni koagulogramma, qon evish vaqtlarini ko'rsa bo'ladi. Troponin, EKG va echo qilishimiz mumkin bo'ladi. Davolash qismiga yetib keldik. Demak, o'tkir ishemik insultni qanday davolaymiz? Birinchi navbatda to'qima plazmidagi aktivatorlarni qilishimiz kerak bo'ladi 3-4,5 soatgacha bo'lgan vaqtda va bemorda aniq neyrodefitsitlik belgilari, ya'ni aniq klinika bo'lgan vaqtda qilamiz va qarshi ko'rsatma bo'lmasligi kerak to'qima plazmidagi aktivatorlariga, ya'ni streptokinaz altoplazalarga. Misol uchun bu bo'lishligi mumkin yuqori qon bosimi yoki har xil qon ketishlari bo'lmasligi kerak. Keyingisi trombektomiya qachon qilamiz? Qachonki 6 soatdan 24 soatgacha bo'lgan vaqtda biz trombektomiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshiroq natija olamiz yirik qon tomirlarida plak bo'lganda, yirik qon tomirlarda tromb bo'lgan vaqtda biz yaxshi natija olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi karotid revaskularizatsiyasi, ya'ni uyqu arteriyalarimizda plak bo'lgan vaqtda biz uni o'sha joyni ochib turib plak olib tashlashimiz mumkin yoki bo'lmasam o'sha joyga stent qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, mana shu plakni kattalashib ketmasligini oldini olish uchun lipidlarni kamaytiruvchi dorilar, ya'ni statinlar, qon bosimini pasaytiruvchi dorilar va glyukozani kamaytiruvchi, ya'ni insulin qilishimiz mumkin va chekishni ham kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, stent qo'yilgandan keyin yoki qo'yilmasa ham antiagregant dorilar beramiz. Misol uchun aspirin yoki clopidogrel berishimiz mumkin va antikoagulyantlar, varfarin yoki oral antikoagulyantlar, rivaroxaban, apixaban, dabigatranlar berishimiz mumkin. Va yana agar insult zonasi katta bo'ladigan bo'lsa va ana shu joyda shish hosil bo'ladi va bosimni orttirib yuboradi. Bosimni orttirgan vaqtda biz mana shu joyda suyak, ya'ni kranial ektomiya, ana shu joyda suyagini ozginasini kesib olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Mana shu ham bosimni kamaytirishga yordam beradi. Keyingisi mannitol qilishimiz mumkin, ya'ni miya ichi bosimini kamaytirish uchun yoki bo'lmasam 3-4% eritmalardan, misol uchun natriy xlorni 3-4% eritmasidan quysak ham bemorda bosh miya ichki bosimi kamayishiga yordam beradi. Gemorragik insultni keltirib chiqarish sabablari bilamizki, qon evishida muammo bo'lib qolishligi yoki bo'lmasam travmalar eng katta sababi qon bosimi hisoblanadi. Demak, bunda nima qilamiz? Birinchi navbatda antigipertenziv dori vositalari, misol uchun bu gidralazin bo'lishi mumkin, labetalol yoki nikardipin berishimiz mumkin va qon ketishiga qarshi preparatlar berishimiz mumkin. Misol protamin sulfat yoki vitamin K berishimiz mumkin. Keyingisi bosh miya ichki bosimini yengillatish maqsadida bunda ham xuddi shunaqa kranial ektomiya qilishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam mannitol berishimiz mumkin tomirdan yoki gipertenziv eritmalar 3-4% hipertonik eritmalar quysak bo'ladi.